Hammaga salom. Bugungi videomizda Dream Draft ochamiz. Xo'sh, 3-1-2 sxemani tanlash ma'qul. Xo'sh, Vinicius yoki Dembele, albatta Dembeleni tanlaganimiz yaxshiroq. Bu yerda Ter-Stegen. Xo'sh, Lacroix yo'q. Dejan Hausenni tanlaymiz. Bu yerda Van de Beek. Virgil'da eng kuchli himoyachi deb ayta olaman. Xo'sh, bu yerda Rabiotni tanlaymiz. Gonzalez, Pedri bilan Declan Rice. Pedri'ni tanlay qo'yay. Mana Liverpool o'yinchisi. Mana Munozni qaranglar, staminasi 93. Xo'sh, Hakimi yoki Frimpong. Variant lekin Hakimi kuchliroq. Julian Alvarez Marcos Thuramga qaraganda bu yerda David Silva. Xo'sh, Michael Pau Torres Akanjidan. Xo'sh, keyingisi Arda Güler. Mana bu o'yinchini tanlaylik. Bu yerda Luis Openda tarjah paslari sarhga tegdi, ko'katdagi tushib ketdi. Xo'sh, Luka Kontani tanlaylik. Mana tarkibni tuzib oldik, endi joylashtirib chiqamiz. Hausen uzun joyida. Mana bunday qilish kerak. Mana Hausen zaxiraga qoladi. Yo'qqa Menteh shu o'yinchini tushiramiz. Atnauri o'z joyi normalniy. Keyin Arda Gülerni Rabiotni. Mana qaranglar, Dembeleni o'zini kuchaytirib bergan, statistikalari вообще udarishga kuchaygan o'yinchi deb ayta olaman. Yaxshi tarkib tuzib oldik. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna, like bosib ketish esdan chiqmasin. Hammaga xayr.